O'zbekiston Kanadaga mag'lub bo'ldi. O'yindan so'ng mashhurlar nima dedi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Fabio Cannavaro shogirdlari Kanada terma jamoasiga qarshi bahs olib borib, 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Uchrashuvda 58-daqiqada Osorio hisobni ochgan bo'lsa, Jayden Nelson 91-daqiqada oradagi farqni 2 ga oshirdi. Qolgan daqiqalarda vakillarimiz bir nechta xavfli vaziyatlar yaratgan bo'lsa-da, hisobni tenglashtira olmadi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati oldidan o'tkazilgan ilk nazorat uchrashuvida mag'lub bo'ldi. O'yindan so'ng bir qancha mashhurlar o'yin haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Assalomu alaykum. Kanada bilan o'yinga dumaloq xulosa. Nimaga mag'lub bo'ldik? Chunki ikkinchi taymlar yaxshi o'ynadi. Birinchi taymda o'z vaziyatlari yaratgan vaziyatlarimizni golga aylantira olmadik. Ikkinchi taymda ular yaratgan vaziyatlarni golga aylantirdi. Hisob menimcha yaxshi bo'ldi. Bizga Jahon chempionatidan oldin mana shunaqa bir tarsaki kerak edi. Chunki bir yildan beri futbolimizda faqat pozitiv. Biz Kafani yutdik, birinchi Jahon chempionatiga chiqdik, Kafani yutdik, Align xalqaro turnirini yutdik, FIFA seriyasi yutdik. Muammomiz yo'qdi. Bugungi o'yin muammolarimizni ko'rsatib berdi. Ayniqsa ba'zi bir futbolchilarimizda o'yin amaliyoti yetishmaganligini ko'rsatib berdi. Kanada bilan to'g'ri xulosa chiqarsak juda yaxshi o'yin bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi dastlabki daqiqalarda ancha qiyinchilikka duch keldi. Kanada faol hujumlar tashkil etdi, pressing qo'lladi, pozitsion hujumlar tashkil etdi va O'zbekiston asosan qarshi hujumga tayandi. Shunday vaziyatlardan birida Eldor Shomurodov birga bir chiqib ketdi, darvozabon ustidan to'pni tashlamoqchi bo'ldi, lekin biroz noaniq chiqdi zarbasi. Keyin Aziz G'aniyev jarohat olganidan so'ng Abbosbek Fayzullayev maydonga tushdi, o'yinni faollashtirdi. U ham bir qancha hujumlar tashkil etdi, ayniqsa o'sha jarima zarbasidan so'ng uzatma Eldorning bosh bilan zarbasi, u yerda ofsayd bo'ldi-yu, epizod chiroyli chiqdi. Kanadada individual kuchli futbolchilar ko'p, yomg'ir ham o'yinga ta'sir o'tkazyapti. Mana bu yerda ham Eldorda yaxshi vaziyat bo'ldi. O'zi ham tepishi mumkin edi, pas berishi mumkin edi, tepishga qaror qildi. Birinchi taym oxirida O'zbekiston tashabbusni qo'liga oldi. Kanada O'zbekiston uchrashuvini tahlil qilamiz, xulosalar bilan bo'lishaman. Demak, bu uchrashuv ikki murabbiy uchun ikki xil formatda ekani aniq bo'ldi, chunki birinchi taym yakuniga yetgandan keyin ko'rgan bo'lsangiz, Kanada terma jamoasi 9 ta futbolchini almashtirib bo'lgandi. Ya'ni Solly March bu o'yinga butun tarkibni ko'rib olishni maqsad qilib tushgani sezildi. Cannavaro uchun esa, ya'ni biz uchun esa bu boshlang'ich tarkibimizni eslab qoling, 80-90% Jahon chempionatida boshlaydigan boshlang'ich tarkibimizga teng. Albatta Alijonov qaytadigan bo'lsa, qanotlarimiz o'zgaradi. Sayfiyev zaxiraga o'tadi, Nasrulloyev o'z pozitsiyasiga, Alijonov o'z pozitsiyasiga o'tadi va himoya markazida esa Abdulla Abdullayev paydo bo'ldi. Eshmurodov hamda O'rozov varianti bor edi, lekin Abdulla Abdullayevni tiklangani Cannavaro unga tanlov qilishini o'sha ko'rsatdi va bu menimcha to'g'ri, chunki Katanes davrida ham Abdulla Abdullayev o'ynagan, yomon taassurot qoldirmadi. To'g'ri, biz markazda ko'pni to'p yo'qotdik. Ya'ni u yerda biz juda ko'p kurashlarda mag'lub bo'ldik. Oson o'tib ketdi raqib, ayniqsa demak Shukurov ham Robekov hali qo'shish kerakligi sezilyapti. Umid qilamizki, ular ham qo'shishadi. Bu o'rtoqlik uchrashuvi, ular his qilib olishdi. Aziz G'aniyevning jarohati bu albatta yoqimsiz. Azizga salomatlik tilaymiz. Agar u markazda bo'lganda balki biz mana shu avvalgi aytgan jabhalarimda biroz kamroq xatolar qilgan bo'lardik, lekin Abbosning maydonga tushishi tabiiyki hujumimizni kuchaytirdi va Abbos nazarimda juda ham yaxshi formada, u sezilib turibdi tonusda ekani, juda ham yaxshi driblingda o'tib ketdi, tezlikda g'oyalari chiroyli va ko'ryapti maydonni. Muhimi Eldorni his qilyapti. Eldorning vaziyatlari bo'yicha qarshi hujumga o'tib ketdi. Albatta gol urishimiz mumkin edi va bu eng muhim nuqta do'stlar, mana shu eng muhim xulosa deganim. Cannavaro tushunyapti, birinchi va ikkinchi o'yinda biz qarshi hujumda o'ynaymiz. Kolumbiyaga ham Portugaliyaga qarshi uchrashuvda ham biz qarshi hujumlarda imkoniyatga ega bo'lamiz va ulardan maksimum foydalanishimiz kerak. Eldor shuni repetitsiya qilib oldi. Omadsiz, lekin muhim uchrashuvlarda menimcha mana shu repetitsiyamiz foyda beradi va hali u vaziyatlardan foydalanadi. Shuni umid qilaman. Ne'matov boshladi darvozada. Yusupov bilan vaziyat qanday ekanini biz Niderlandiyaga qarshi ko'ramiz. Menimcha Niderlandiyaga qarshi uchrashuvda Yusupov boshlaydi va keyin darvozabon bo'yicha Cannavaro xulosa qiladi.
o'yinlari. O'yinimiz yomg'ir ostida o'tdi va birinchi uchrashuvimiz ham yomg'ir ostida Meksikada o'tishi kutilyapti. Bu jihatdan biz tayyorgarlik ko'rib oldik deyishimiz mumkin.